Assalomu alaykum, hurmatli Shodiyor Bozorboyev YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Yurtdug'alaringizdan biza bugun Urganch shahrindamiz. Xalq banki, bu tarafimizda Agrobank, bandasa Urganch dehqon bozori 5 blok joylashgan. Yurtdug'lar biza Urganchning sentrida turibmiz. Bu tarafimizda esa Feruza ayollar kiyimlari do'koni. Shu do'kondan eldi bo'ylab bir yurtdug'alaringizdan 50 metr girsak, arkamizda şu Laretta nomli do'konimizda xolodilniklari 40% gacha chegirma e'lon qilinibdi. Hozir shu do'kona girib, chegirma bilan tanishib o'tamiz. Ketdik aka. Bu do'konimizda albatta aynan sizlar uchun, Qo'shko'pirlar uchun, Ves Xorazmlilar uchun zo'r bir chegirmani yo'lga qo'yibdilar. Batafsil chegirma bilan tanishib o'tsak bo'lsangiz, videoni oxiridan o'tkazib ko'ringlar. Biz do'kona girib, baholar bilan, ne gap so'zligi bilan, chegirma bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Adınız Xudoyor Rahim. Ağa, shukr rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'liqsiz? Do'konning adi Laretta. Laretta brendlamas bo'lgan, ko'plab maishiy texnikalar sotasizlar. Ne gap so'z bo'pti? Xalqqa nechta qulaylik yaratacaksizlar? Hozirgi vaqtda xoldinliklarimizga katta skidkalarni ko'p berib qo'yibmiz. Bu degani endi bilasiz, sezon kelib turgan maqsad, o'sha sezon kirib bo'ldi desek ham bo'ladi. Ko'cha qizib boshladi. Hozirgi vaqtda kelib turib xoldinlik xayriyatidan bo'lsa, narxi bo'yicha ham skidka tutadilar. Xudo xolasa sovg'alar ham bor modellarimizda. Uni xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'tsak. Shunda asosiy hozir yozda bana gerek bo'ladi. Xolodilnik nereden var? Morozinnik, konditsioner. Konditsioner zona qadar barcha 40% gacha chegirma xolodilnikdan faqat. Faqat yana xoldinlik. Qaysi xolodilnikda? Hozir misol Arian tomonda turibdi. Kichkina modellardan ko'rsatib boshlasak ham bo'ladi. Qani qaysi nomasiz? Bo'ladi. Gösterelim. Zifter kompaniyamizniki. Bunda ko'rib barmoq izi Kalmiron modelimiz 2 kamerali bo'ladi. Ofis obyomi 211 litr hajmiga bo'ladi. Morozinlik ustunda chetlar izlangan material. Hozirgi vaqtda bu modelimiz narxi bilasiz kam 2,3 million so'm sotilib turgan vaqtda 2 million 500 ming so'mdan olib ketishlari mumkin. Nalichi pula 2 million 500 ming so'm. Sizlarda bor termin ya bir ikkilamchi variantlar bor, masalan 3, 4, 6, 12 oy bo'lib to'lash variantlari. Albatta, pasport plastiklari bo'lsa, bizdan shu o'zgarmagan narxda biz programmaga kiritib beramiz, xudo xolasa. Oylik to'lovni chiqarib berib, bo'lib to'layveradilar. Lekin uning uchun obязательно pasportlari, plastiklari kerak. Plastik оборот so'raladi shunda. Оборот necha bo'lishi kerak kami? Оборот kamida 700-800 ming so'm, yani bola puli tushib turgan bo'lsa, nogironlik bo'lsa, bemalol tekshirib beramiz, muammosi yo'q. Pasport plastik esan bo'lsa bo'ldi. Do'konning adi Laretta ekan. Shunga shu brenddan qaysi xolodilnikni tavsiya qilasiz? Qaysi xolodilnik zo'r? Odamlar tavsiya qilasiz shu brenddan. Ham aksiya tushib turgan, ham ob'yom bo'yicha tutiladigan mahsulotlari Laretta brendimizniki. Ko'rib turibsiz, hajmi katta, bo'yi 2 metrlik variantimiz bo'ladi. Necha litrlik bu? Ofisi litr 245 litr, 97 litr bo'ladi. 343 litr hajmiga bu modelimiz. Bu shuni 8 kishiylik modeli bo'ladi. Buni bahasi necha so'm? Hozirgi vaqtda bu modelimiz narxi 7 million so'm atrofida chiqadi. Morozinlik asli qismida bu modellar toza model hisobidan narxlar to'shib yamin turibdi. O'rtacha 7 million so'm atrofida chiqadi. Bo'ladi. Bu bundan ham o'rtacha 1 million so'mdan arzon yuradi, примерно. Bo'ldi. Bundan tashqari hozirgi vaqtda bilasiz italyanskiy brendimizda 10 yil motorning garantiyasini beramiz. 3 yil meda pulning garantiyasini beramiz. Shunda motordan navdir 10 yilning ichida kamsizlik ya bir xato kamchilik, ashibka bo'ladigan bo'lsa, sizlar aytgansizlar, aytgansalar olib kelib o'tirishlar ham shart emas. Bir telefon aytadilar, doğru 3-chi uylarga borib tozasini ko'rsatib. Shuni aytchaqadim. Ustanovka, dostavka xizmatlar bormi? Albatta, dostavka Xorazm bo'yicha polni besplatniy bo'ladi. Любой yer olsalar ham dostavkasi. Tuproqqaladan ya bir banda Qo'shko'pirdan, Xivadan olsak ham olib berasizlar. O'tgan yil Tuproqqala xoldinlik chiqarib berdi. Bir dana shu kichkina xoldinlik uchun ham dostavka bormi? Iloji boricha indim uzoq yer bo'lsa sal 2 kun ichida chiqarib beramiz. Noqsam yengab turib bir tala chiqarib beramiz. Lekin 30-40 kilometr yo'ldan so'ng shu kuni boradi dostavkalari. Bundan tashqari bu xoldinliklarimizda bir dana Laretta brendimiz o'zi pilsos qo'shib beribdi. Bu chalakli modelimiz. Nam narsa bemalol sotib beradi, ham ushlab ham beradi. Shu narxning ichida narxi o'zgarmaydi xoldinlikimizda. Shunda buni olsa, ikkisidan birini olsa, pilsos qo'shib beriladi. Boshqa bir narsani, ya'ni kichkina narsani oldir, bonus bormi? Narxi bo'yicha tushunamiz. Buni firmaning o'zi qo'shib beribdi bizlarga. Odamlar quvontirish uchun. Narxi. Keyin misol uchun, divan misol qimmatam bo'lmasa, o'rtacha narxda bo'lsa-da ham mijozlarimiz uchun ko'rib tursiz, bo'yi 180 lik. Premier kompaniyamiz xoldinligi. Xoldinlik qismi ustida morozinlik qismida bo'ladi. 3 qatli morozinlik, 3 yil pulning garantiyasini beramiz. Past to'kam ishlab beradi.
Hazırki vaqtda bu modelimiz narxı 3 milyon 550 min soma tushib qo'yibmiz. 3,5 milyon. 3,5 milyon so'm grubi hisob kitobi. Ava. Banda keyin 40% chegirmada turganimiz. Şundan qarang, hozir Aryan tarafda ko'rib o'tgan xolodilniklarimizda 40% chegirma yo'q. Pulunda ya podarkasında var. Ama 40% ise chegirma bo'lmaydi bo'ladi, sal pastroq bo'ladi. Уже 40% chegirma To'liq 40% ushlar. Ama Sevintage brendimizniki bo'ladi. Уже cho'nqirlik ham ko'rib turibsiz, объемli bo'ladi. Общий hajmi 409 litr hajmi. Morozinik qismi ostida deniz zonalari bor. Polni üflep soğutup verir, kanserinde iş yap verir. Mesela top pes kok kaldı. Top pes kok kaldı, benim alan navuk sabına, inverterli kompresör, inverter motor boladı özünde. 139'dan iş yap verir, benim Yaxşı, svetu çıkasan çıkalar. Kışlaklarda kokkallarda svetu çıkar. Şimdi köpçekte şu an mama botu hazır vakti, navuk sabına desem kanserinde üfleyenden keyin, iş açıp yapkanın sayın ve içinden soğuk kaçardı da, şu mesela özünde 4 saatçe soğuk hızdan şap verir. Açıp beklemezsen ya mı? Ya açıp bekleseysen 4 saatçe biz üzərimizden garantiya verip işte o maksatlı sveç. Aynen şu brend'e mi ya? Hazır vaqtda hamma brend emas, navq hisoblanadi. Mana misol uchun brendni o'zatib beradi bizlarga stikkasini. Hazır vaqtda o'zi modellarimiz 7 milyon 400 ming so'mdan sotib turgan modelimiz. 7 milyon 400'dan gitti. Ava. Narxi tushgan hisobini hozirgi vaqtda bu modelimiz 5 milyon 350 ming so'mga tushib turibdi. 5 milyon 350 bin yaptık. Şimdi 5 milyon 300'den iloji boricha sizlarga bu aytib turgan baho hozirgi duman o'zini bahosida bo'lmasa kerak, albatta kelishlar, to'g'rimi? Qo'llangan Belki adam endi duman kuni xolodilnik ya bu televizor boshqa narsa olmasa kerak. Ha, 2-3 narsalar olib ketsa kerak. Hozirga kerak bo'ladi albatta. Xudo xolasa, endi arzon narxga beramiz bu mahsulotlarni. Yaxshi. Qo'shko'pirlar uchun yana ne olur qulaylik berasizmi? Shu kanalni ya bizlarning kuzatib, yurib kezadi. Xudo xolasa sizni kanalingizga kelsalar biz annomizdan bir dona sovg'asini ham berib beramiz. Qo'shimcha. Gelsalar İmенно sizni kanalingizga podpiska bo'lib qo'ygan bo'lsalar shart lekin. Shu odamni kelib topasizlar. Agar bermasa telefon urasizlar. Gelamiz, siz bilan kelib bizdan olib ketamiz. Shu Xudoyor og'amning yoniga kelasizlar, podarkalarni olasizlar. Kichkina xolodilnik televizor olsam berasizmi uni? Shu kanalni ko'rib kelsa, Xudo xolasa yana ko'rsatmam. Yo'q, qimmatbaho bo'lishi shart emas. Arzon narsa solaram, iloji boricha qo'shib berishga harakat etamiz. Endi siz bilan bir ikki morozinliklarni ko'rsatib beraylik, xalqqa kerak bo'ladi, xo'jalikda ishlatiladi. Tushundim. Bularımızda misol uchun sal kattaroq razmer hisoblanadi. Do'kon uchun moslashtiradi. Premier brendimizniki. Res bu inverter motor bo'lmaydi. Hassasiyat bo'lishi qiyinroq bo'ladi. Bu model 340 litr hajmiga ega bo'lgan modelimiz. Ikki xil rejim bo'lib ishlab beradi. Ham xolodilnik, ham morozinlik. Misol qish vaqti xolodilnikda pishirsa bo'ladi, yoz vaqti morozinlik. Ruchkali model bo'ladi. Ularning qiziqi puli bor. Puli o'zi bilasiz, bu modellarimiz o'zi ob'yomi kattaroq mahsulotni o'zi 6 milyon 707 milyon so'm atrofida sotib turgan mahsulotimiz hozir. Bu modelimizda 6 milyon so'mdan beramiz. 6 milyona bitadi. 6 millionda qolsa bitadi. Olib borib, ustanovga qo'yib, ishlatib berib ketasizlar. Nima? Qassob apparatlarimizda kattaroq kerak desa, o'zi cheshitli variantlarimiz bor. Og'alar ko'ramiz, og'alar. Qo'shko'pirlik qassob og'alar, qaranglar. 720 litr hajmiga bo'ladi. Quloqlar ham yaxshi ekan buni. Qarang, ochib bekdimiz, yana o'zi yo'taladi, qarang. Avtomatik yana. Bularimizni materiallarimiz zo'r. Misol uchun go'sht saqqasalar narsa ko'pchilik bilasiz, trubkasidan go'sht udor tushib ketdi dedi. Mana material ko'rib tursangiz, plastik pishgancha. Narsa qarab, urab tushib ketadigan bo'lsa, orqaga beradi bu mahsulotimiz. Hozirgi vaqtda bu modellarimizda bir dona plysos qo'shib berdik. Bundan tashqari narxi bo'yicha 8 milyon 850 ming so'm. Уже объемni ko'rib turibsiz, 720 litr 8 milyon 850 ming so'mga tushib turibdi. Hozir vaqtda. 8 milyon 850 ming so'm. Ha. Bunga ikki variant. Menimcha bemalol bir öküz sig'diradigan, 300-400 kilo keladigan bir bemalol bir öküzni qassob og'alarimiz so'ysa go'shtini meydalab bemalol bosib qo'yadilar. Do'konchilarimiz uchun morojiy saqlash uchun misol. Endi bu yerda sezon keldi og'alar. Masalan, 8 setkali bo'ladi, assortiment orqani to'plab qo'ysalar bo'ladi. Zifler Turetskiy brendimizda deyishli variantimiz. Hozirgi vaqtda 7 milyon 600 ming so'm beribmiz bu modelimizda. Endi bularni asosan shu kattaroq do'konlar olmasa, kichikroq do'konchilar olmaydi. Sababi kichikroq do'konchilarning kichkina varianti kerak. Ular magazin bo'ladigan bo'lsa, bu kerak. Bu muhim. Zifler brend ekan, bu premier. Bu premierimizniki. Bularimiz yaponskiy motor deyishib 90 minut ichida buzatib beradilar. Lekin bu 4 setkali bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bu variantlarimizda misol assortiment ko'proq berasiz, xizmat temin qo'yibmiz. Boshlanishi 4,5 million so'mdan boshlab 5,5 million so'mgacha biroz modellarimiz bor. Shu narsani mesela xolodilnikni boshqa narsani, maishiy texnikani shu do'konga kelib olsangizlar, aynan shu videoni ko'rib kelsangizlar,
Podaka boradi. Xolos, albatta bir podakasini Yo'lagandan narsa albatta. Yozib olsam, qo'ldan chatib beramiz. Havola kelasida vakasiyani tushuntirdik. Bu yerda faqatgina холодильник, morozelnik emas, televizor, gaz plita, kirmashin, qo'zaloq uchun kerak bo'lgan barcha maishiy texnikani shu do'kondan topsangiz bo'ladi. Bundan kattaroq shuni aytib o'tsak, misol uchun kattaroq qo'zaloqimiz 80 sm, 90 sm holdilik kerak desalar ham, qarang, bularda уже вообще zo'r aksiyasi bor hozirgi vaqtda. Endi 90lik modelimiz ob'yom bo'yicha ko'rtirsa bo'lgan bemalol 1-2 sig'adi. Buni ichida 2 odam ham sig'adi. Bemalol morozelnikni ham ko'rsatib bo'lsak, inverter motorli bu kurdan ko'rib beradi, ko'p ko'rganimiz yo'q. Navxat modelsiz hozir Laretta brendimiz. Bir dona shuni katta xilni xarid etadigan bo'lsa, Shundan birini. yo'q, bu kattaroq razmerda 3 xil model berib qo'yibdi. Bu degani o'sha o'rtacha 550 litrdan 650 litrgacha bo'ladigan modellarimiz. Bir dona kelib xarid etadilar, avtomat kirmasini qo'shib beradi. Холодильникdan bir donasi avtomat kirmashin. Avtomat kirmasini qo'shib beradi. Bu Холодильник puli necha so'mdan bo'ladi? Холодильniklarimiz aksiya tushib turganlar 10 million so'mdan boshlaydi. Menga katta hajmdagilari 13,5-14 million so'mgacha bor. Variantga qarab diametrlar yo'q tushuntirib beramiz. Bir dona холодильnikka xalosalar, bir dona kirmashin nasalar bo'ladi. Premier brendimizning 6 xil variantlaridan bo'ladi. 6 xil. O'sha ob'yomdan ko'rsangiz kichkina baraban bo'lmaydi. Yoki kirmashining bor kerakmaydi desalar, bir dona 43 lik bronli ramkasiz bo'ladi. Smart televizorni olib ketishlari mumkin yanına qo'shib. Qarang, shu холодильnikdan birini oldilaring. Masalan, lekin ikkilamchiga yoki bir nechadir oyat bo'lib to'lash orqali xarid qildi. Baribir shu ikkisidan biri qo'shib beriladi. Обязательно. U bizlarga farq yo'q. Nishat basalar bizlarga firma qo'shib beradi. Firmaning narsasini sizga topshirib, egasini xudo xolasa video tomon topshirib berishimiz kerak bo'ladi mahsulotlarni. Yine ağamız kıskarak qilib iloji borincha qo'llangancha kıskarak qilib tushuntirdi. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek gaz plitalar ham bor. Har xil turdagi gaz plitalarini bu yerdan topsangiz bo'ladi. Endi hozir bularni to'g'ri tushuntiramiz desak vaqtimiz sal ko'payib ketadi. Sizlar ham menimcha yoqmasa kerak deb o'ylaymiz. Keyingi videolarda xudo xolasa общий tovarlarni, do'kondagi hamma tovarlarni bir video qilib kıskarak qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Tovarlar bilan kıskarak tanishtirib o'taman. Boqasini, boshqasini qiziqqan bo'lsangiz, bemalol pastda yozilgan telefon nomerlari yoki Instagram, Telegram kanallarına obuna bo'lsangiz bo'ladi. Telegram, Instagram kanali bor. Обязательно. Pastda qoldiramiz. Instagram, Telegram, YouTube kanali bor. Yo'q, YouTube kanali yo'q da Telegram, Instagram kanali bor. Instagramlarimiz bor. Telegramning düzelt tutib zakriti ochib beramiz hozir. Instagram kanallarını pastda metkalar o'tamiz, telefon nomerlarini yozamiz. Bemalol shunga kelib o'zlaringizga kerak bo'ladi. Tovarlarni xaridlasingizda bo'ladi. Hali şu Laretto do'konimdamiz, sizlarga yetmadik, ko'rib qolganlaringiz bergan har xil hajmdagi, har xil kattalikdagi televizorlarni topsangiz bo'ladi. Bu yerda asosan konditsionerlar ham bor ekan, Ariston islami, bu yerda yana mikrovka, boshqa narsalar ham shu yerdan topsangiz bo'ladi. Agar bu yerda nom aytib qo'yamiz, nom aksiya qo'yasiz ya, nomi qaysi mahsulotdan puli arzonladi. Hozirgi vaqtda 12lik konsertlarimizni, misol uchun Semtesh brendimizda deyishli bo'ladi. Qaysi biri? Bu modellarimiz 20% skidkada DC inverter, kastoka ishlab beradigan variantlari, qizdirish elementi bo'ladi. Teni bo'ladigan variantimiz 3,9 million so'mga tushib turibdi 12lik konsert. Hozir ustalikka dastavkasi bilan 3,9 ming bu. Dastlabki ustanovkalarda 3,9 million so'mga tushib turibdi. 3 yil polni garantiyasi bor. Tushundim. Sizlardan shu yozilgan mag'azinalar 3,9 so'm bo'ldi. To'g'ri. Dastavka ustalikka ichida shuni ichida. To'g'ri, albatta. Tushundim. Yana ne? Sabr Teach. Bu modellarimiz. Bundan tashqari ne? Bundan tashqari xalosalar, Volmer, Citroen'larimiz ham bor. Har xil, misol Premier desalar, Premier'larimiz bor. Citroen'larimizdan boshlanish narxi 4 million 800 ming so'mdan boshlab, modelga qarab ketaveradi 12'liklar. Endi qarang, masalan, qo'zg'aloqqa qo'ymasa. Shu siznikining bir do'koni ya bir ofisga kerak. Kattaroq kerak. Hajm katta xonada. Kvadrat yo'q. Variant bormi hozir? Kondisioner. 100likgacha kondisionerlarimiz bo'ladi. U degani уже 48 dimli, 60 dimli, 36 lik, 30 lik любой variantidan bor bizada. Bu tarafdan bu 24 bu demak Citroen brendimiz. Tushunmi? Bu modelimiz уже 6 tem bo'ladi. Qizdiraman desalar, chotki 150 kvadrat ishlab beramiz. 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 ming so'm. Bu yarim million. Ben de aynen bundan kichkina razmerlar bor. Ob'yom kichkina bo'ladi. Kvadrat 8 kichkina kvadrat. Ularni 75 kvadratdan 110 kvadrat ishlab beramiz modellarni. 75 lik qaysi? 75 kimiz Zipfed kompaniyamizga bo'ladi. Citroen'imiz 110, Volmer'larimiz 90 kvadrat ishlab beramiz. 110. Ha.
YouTube'lar. Bahasını çözün bunu. Bahası azı bularımız özü 10 milyon 500 bin so'mdan başlaydı bu modellerimize. 12,5 milyon so'mgacha bor. 12,5 milyon so'mdan bor. Telefon nömerlerini aytib bersangiz, videoda aytib o'tamiz. Teyda yozgan qoldim. Aytgan telefonda 2 tane qurilmamiz bor. 97'lik 260 53 33, 93'lik 466 53 33 nomerler. 130 sizlarniki. Ha. Telefon asla, gelasizlar ko'rasizlar. En berek tovarlarni bir qisqa qilib bir tushuntirib bersangiz aga. Nega? Sopaj marka desalar misol uchun kichkina texnikalar ham bor. Sopaj marka demalar T-file har xil variantlari bor. Bizda smart operatorlar ham bor. Bizlar ham bir to'xtalib o'tsak, bularni bemalol Telegramdan screenshot tashlab bersalar ham narxlar bilan görüşüp tutup veremiz, buların malması yok. Bular tuzum ekan bular. Bu modelimiz hozir 650 ming so'mlik varianti, bu 8 v hisoblanadi. 8 xil funksiya bajarib beradi o'zida. Masalan, meyveleri bunda, Meydalar asosiyasi. Bularda bu meydalar shu püre degan tip. Suv chiqaradi olmaydi. Suv chiqaradi bor. Misol uchun so'kash materialimiz polikomplekt, misol uchun Emerald, Alonso kompaniyalarimiz ham bor. Keyin az LG brendimiz ham boradigan komodda o'xshaydi. O'zi 350 ming so'mdan boshlaydi so'kash materialimiz o'zi. Ta 900-950 ming so'mgacha bor variantlar qarab. Buni olmaysiz ekan bu. Bu par yordamida misol uchun ko'pchilik buni bu par yordamida tikuvchilar uchun udobniroq, kostyum o'ynatgandan udobni. Bu studentlar ham zo'r ekan bu narsa. Havanimiz ham 70 ming so'mdan bu havanlarimiz. Avating zo'r shu nechaliklarga? 75 diyum 195 cm bo'ladi bu modelimizdagi. Bularımızda 8 milyon so'mdan başlaydı. YouTube hemen her şeye çıkartmaları 12 milyon so'mgacha bor. Shuncha bunlar. Bu modelimiz hozir 9 milyon 600 ming so'mdan. Eng katta videomiz shuni beradi. Yo'q, beradiganlarimiz bor. Bundan katta 85-98 prizlerimiz ham bor. Bu shu berasi sirma hisobidan sifatimizda turadi bu mahsulotlarimiz. Hadoy variantlarimiz bilasiz, Bruno, Camerino, Marcella'da variantlarimiz. Hozirgi vaqtda Volto deyiladi, Monix, Avax kompaniyalarining ham bor. Narxi 2 milyon so'mdan boshlaydi. Drone'la smart YouTube hemen her şeye çıkartan variantlarından bo'ladi. Videoda YouTube'a gelirsen hala Amerika'dan İslam videolardan böyle yataverasizlar bemalol. O'zingiz kanalda ko'rsataman. Agar zallarınız katta bo'lsa, shuni qo'yib futbol ko'rsalar bo'ladi, PlayStation ham o'ynab bersalar bo'ladi. Bundan bir kichkina razmerdasalar, bunun kichkina 81'liklarimiz hisoblanadi. Bular ham YouTube'ga chiqadi. Uni hamma narsasi bor. Hammasi YouTube'ga chiqadimi bular? Hammasi YouTube'ga chiqadigan modellarimiz. O'zi banda YouTube'ga chiqadimi chiqib qolsa hammasi. Bana hazır başlangıç narxı smartlarımız yani çek yupqa bo'ladigan modellari 1 milyon 200 ming so'mdan boshlaydi. Ta 1 milyon 600-650 ming so'mgacha. Bu aytib turgan baholaringiz bir hafta 10 kundan keyin o'zgarganmi? Yo'q, bir hafta. Bir hafta bor. Video chiqqandan keyinmi yo? Yo'q, bugungi sanadan boshlab xudo xolasa, bugun 3-aprel, 10-aprel esa shu narxda turadi xudo xolasa. Ben de endi ne diyeceğim burada değil mi? Kilmaşinlarımız var. Avtomat, pol avtomat. Bir ikisini gösterip tushuntirib bersak endi kuru xonadonlik kilmashin, xonadonlik televizor qanday bo'lib qolmasin. Endi kilmashin qarab yurganlar bo'lsa, aramizda kilmashindan ko'rsatib o'tamiz. Avval endi kilmashinlarning bir ikisini tushuntirib, yarim avtomat va avtomatmi? Evet. Bu avtomatlarımız öz 3 yıllıktan başladı. 600 ming so'mdan başlayıp ta 1 milyon 900 ming so'mgacha bor. Avtomatlarımızdan plasına qarab, misol uchun Sanitation 8 yıllık variantlar hozir bu vaqtda narxi 3 milyon 250 ming so'mdan tushib turibdi. Qo'ldan avtomat, o'zi kurtib ham beradi deymiz, qiziqib ham beradi. 8 yıllık modeller 3 milyon 250 ming so'mdan tushib turibdi. Kontradan bambulan 6 yıllıkları xolasa 11 12 kilowatt kirmaçlarımız bor. bu katta razmerlikda bo'ladi. Eng katta razmerimiz 12 kilowattcha bo'ladi. 12 kilowattcha bor, mamasi yo'q. Xalqlarning renglari qisqacha nazni. Ob'yom kichkina. Eng kichkinasi 6 kilowatt bo'ladi. Eng kichkinasi. Bu yarim avtomat. Bularning pol avtomat. O'zlari tushuntirishlar kerak. O avtomatlarimiz boshlangan o'zi 2 milyon 500 ming so'mdan boshlaydi. Milyonlar 12 kilowatt. Bularimiz endi 12 kilowattlarimiz LG brendidan deyishli bo'ladi. 7,5 milyon so'm, 7 milyon 30 ming so'mdan chiqadi. Yarim avtomatdan baholarni tanishtirib bersangiz. 600 ming so'mdan boshlaydi eng kichkina firmachilarimiz. Shu eng kichkina 3 kilowattlarimiz baynan bu yerda. Bu yana kichkina narsalar juda kerak bo'ladi. O'zi sal kattaroq modellar 1 milyon 100 1 milyon 200 dan 600 ming so'm. 600 ming so'm bo'lsa. Bularimiz hozir 1 milyon 100 modelimiz. Ketadi, ketadi. Ha, ketadi. 1 milyon 950 ming so'mgacha 1 bor. milyon 900 2 milyon so'm. 2 milyon so'mgacha bor bularimiz. Yarım avtomat bu görüntülerimiz yarım avtomat kirmasılar. Burası avtomat 6 kilodan 12 kilodan 10 kilolarınızı bir maaş avtomat yeki yarım avtomat. Yarım avtomatdan 12 kilodan bu. 10 kilowattcha bor. Yarım avtomat ana 10 kilodan 10 kilolarınızı bir maaş yusanızda buladı.
Manzilni aytib o'tdik. Urganch shahriga joylashgan. Yana bir aytib o'tamiz. 5 blok ayni bor. 5 blok. Yo'llari ham 5 blok. Ha. Gündəlik bazar. Gündəlik bazar hazır Kazak Feruska dükkanı açıldı ki, dükkan şuna sel çanakta dolan. Videonun başına görgənlərdir. Şöyle gələsindən qalağa nəticəni xeyir törəsdə. Bizəsə kinci mənzillərimiz devam edək. Qağa. Tamamlayın. Xuda xalasa. Bundan sonra gələdi, yaxsa kvalitetləri yetərli dərəcədə Xalasa bemalol. Yaxşı.